ikkita odamni hech kechira olmaganman. Yillar davomida aqlim xohlasa ham qalbim hech ro'yxushlik bermagan. Bir kuni bir hikmat eshitdim. O'sha lahzalarda kechib yubordim. Bugun shuni ulashmoqchiman. Haqiqatda ko'pchiligimizda bizni nohaqdan zulm qilib qalbimizni og'ritgan odamlar bor. Ularni yelkamizga yuk qilib ko'tarib yuramiz. Kechira olmaslikdan aziyat chekamiz. O'zi aslida insonlarni kechira olmaslikdan ko'p bedavo ruhiy kasalliklar chiqib keladi deb aytgandi bir doktor tanishim. Kechirish avvali o'zimizga qilgan yaxshiligimiz bo'lar ekan. Bu hikmat nima edi? Bir kuni tasodifan yo'lda ketganimda tanishimiz aytib qoldiki, sizni nohaqdan xafa qilgan insonni haqqiga duoyi xayr qilmaguningizgacha sizga ma'rifat eshiklari ochilmaydi dedi. Va o'sha hikmat shu qadar qalbim tub-tubiga yetib bordiki, lahzalarda kechirib yubordim. Bu juda go'zal maqom ekan, bu ihson maqomi ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom Toifga borganlarida Toif ahli toshbo'ron qiladi. Shu qadar qattiq aziyat berishadiki, yuzlaridan oqqan qon kalishlarigacha to'kilib, uni to'ldiradigan holatga keladi deng. Hazakam narsa emas. Siz bitta o'lsa men shu yergacha kelib to'xtash mumkin, lekin u oyoq kiyimgacha tushib uni salkam to'ldiradigan holatga kelishlik uchun ayamasdan urush kerakdi. Shu qadar aziyat berilgan holatda Jabroil alayhissalom kelib ularga bir jazoni bir oz xohishingiz bilan beramiz degan taklifni aytganlarida haqlariga duoyi xayr qiladilar. Bu juda go'zal, baland maqom ekan. 2 yil oldin Toifga borgandim. O'tgan yil ekan. Boryapman, rosa odam o'ylanyapti. Hayajon bosadiki, qanaqa ekan odamlar. Payg'ambarimiz alayhissalomga beadabchilik qilgan bu odamlarning avlodlari, hozirgilar juda bir xudo urib qo'ygan bo'lsa kerak, yuzi nursiz bir qattiq badjahl odamlar bo'lsa kerak deb o'ylab, haligi haydovchidan ham so'rab qo'yaman, Toifga borganmisa, qanaqa odamlar, juda bir beadab bo'lsa kerak, xulq ham juda yomon bo'lsa kerak. Siz borsangiz ko'rasiz. Bordimki, hayratdan don qotib qoldi odam. O'ta taqvoga mahkam, juda ham xushmuomala, juda ham yuzlari bir nurlik, istarasi issiq odamlar ekanki, hayratdan aytdimki, ularni bobolari qilgan beadabchilikdan Payg'ambarimiz alayhissalomda duolar o'tib ketgan ekan. Ya'ni haqiqatda duoyi xayr qilishlik, sizga yomonlik qilgan odamga duoyi xayr qilishlik buyuk maqom ekan. Shu baytda agar adashmasam shunaqa bir bayt bor edi. Asling tuproq-tuproqdek bir qiliq qil, yomonlik aylag'anga yaxshilik qil deb. Shu narsa hozir ko'pchiligimizga kerak bo'lgan dolzarb narsa deb o'ylayman. Insonni ko'nglini sindirish oson bo'lib qoldi hozirgi zamonda, til bilan, qo'li bilan. Va shu zamonda bizga ozor berganlarni kechira olishlik bu juda buyuk maqom. Karim degani, ikrom qilishlik degani, bir inson noloyiq bo'lsa-da unga bir hadya berishlik, noloyiq bo'lsa-da loyiq bo'lmagan narsasini ihson qilishlik mana shu karimlikdan dalolat ekan. Ya'ni ehtimol bu inson sizni kechirishingizga arzimas. Bu inson sizni o'ta nohaqdan zulm qilib haqqingizni yegandir yoki xafa qilgandir, lekin kechirib yubora olishlik o'zi aslida tengma-teng haq talab qilinsa bo'ladi, bu adolatdan bo'ladi, lekin siz qasos olish yoki uni tartibga keltirib qo'yish qurbingiz yetsa-da kechira olsangiz, bu juda buyuk maqom ekan. Tashqaridan qarasa ham o'ta oliy janoblik. Mana shu narsani barchaga tilaymiz. Bugun bir qog'oz oling. Men xafa qilgan insonlar va meni xafa qilgan insonlar deb ro'yxat tuzib chiqing 2 tomonga. Ko'pchilik o'ylaydi, meni xafa qilganlar ko'p bo'ladi deb turib. Aslida biz xafa qilganlar ancha ko'proq bo'lib ketadi ro'yxat. Va eng qizig'i, siz xafa qilganlardan qo'ng'iroq qilib kechirim so'rab chiqing. Men falon joyda sen haqingda yomon gapirganman, men falon joyda seni ko'nglingga ozor berganman. Va ikkinchi ro'yxatchi meni xafa qilganlar. Ulardan ham kechirim so'rab chiqing.
ular meni xafa qilgan bo'lsa qanaqa kechirim so'rayman deb bunday so'raladi. Qo'ng'iroq qilib faloncha shuncha yil oldin falon joyda odamlar oldida meni juda qattiq izza qilgansan, qalbim juda qattiq og'rigan, yillar davomida seni kechirolmay kelganman, ko'p yomon ko'rganman, mana shu kechirolmaganim, qalbimda senga adovat yoki qudrat saqlaganim uchun meni kechir deb ayting. Bu juda baland maqom. Agar haqiqatda farosat sohibi bo'lsa, u ham uzrxohlik so'raydi. Ikkala tomonni kechirishidan Xudoyimning ajabmas rahmati, kechirimiga erishsak. Assalomu alaykum.